eng yomoni nimada bilasizlar? Mana shu oshnalaringiz bilan choy poy ichgani kirasiz uyga beyiga. Haligi juda qimmatligini bilmay qolasizda, mana shu e'tibor bermay qolasiz haligi eshikda deb turgan zaks mashinalariga. Shu kirib ketib qolasiz. Juda katta rashodga kelib qoladi. Bir 50-60 hisoblab tursa 840 ming shot beradi. Men koalani galla pachagidan go'sht yeb qo'ydimmikin deb o'ylayman-da. Shu shot keladi. Ne qarab tur, opa deyapman, men 0 pol qo'shilib ketib qolmaganmisan? Yo'q, bu o'pshiyda deyapti opa. Aldayman. Opa o'pshiyligini bilyapman, bitta o'zimga deganingiz yuguraverardim ko'chaga qarab, yetolmassiz desam. Hali joyda qarayapman-da, o'sha kola 05 kolaga 25 ming so'm qo'yib qo'ygan. 25 ming so'm. Haligi kolaga ismim yozilgan bo'lsa ham mayli. Dugonalarimda yanada ko'tarib kelgan o'zi. Opa, men kolani bitta kelyapsizlarmi Amerikadan? Qanday u? Bitta samolyotda bitta kelyapsiz. Nimaga 25 ming so'm? Ikkita olganinglarga bu eng qizig'isi kichkina deydi. Opam ushotaman hozir deyapti. Unaqa men oshnam уже agar hali joyda o'g'il bola bo'lganda mushotib yuborardi. U уже miyada svitivniyda o'g'irlab ketishni plan qilyapti уже, tayyor u.